Men unga avvaldan hurmat bilan qaray boshlaganman. U bizning maktabga, ya'ni kelganida sinfdagi hamma unga bee'tibor qarardi, chunki u jiddiy, qattiqqo'l va sukutsevar ustoz edi. Lekin men unga boshqacha qarardim. Uning har bir so'zi, har bir ko'z qarashi men uchun o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib borardi. Yillar davomida jimgina kuzatdim. Nafaqat ustozim, balki qalbimga yaqin inson sifatida. Bir kuni mening hayotimda og'ir sinov boshlandi. Onam og'ir kasal bo'lib qoldi. Otam aniq qaysi shaharda ekanini ham bilmasdik. Uydan ketganiga yillar bo'lgan. Hech kim bizdan xabar olmasdi. Darslarim qolib ketardi. Ko'nglim tushardi. Shu kunlarning birida bilmadim qayerdan kuch topib ustozimga bordim. Undan kechqurun menga dars o'rgatishni so'radim. U ko'zlarimga tikilib nima demoqchi ekanimni tushungandek sukut saqladi. Keyin "Mayli, sen uchun" dedi. O'sha kundan boshlab har kuni kechqurun u bizning kichik suyuq uyimizga kelardi. U o'z darslarini juda tiniq, sabr bilan tushuntirardi. U bilan vaqt o'tkazish men uchun nafaqat ta'lim, balki ruhiy tasalli edi. Onam uni juda qattiq yaxshi ko'rib qoldi. Duo qilib o'tirardi har ketganida. Lekin men faqat vaqt o'tishi bilan unga faqat ustoz deb qarashni qo'lday boy berdim. Men uning harakatlariga, so'zlariga, hattoki nafasiga ham o'rganib qoldim. Bir kuni u dars o'rgatib bo'lganidan so'ng choy quyib berdim va negadir uning ko'zlariga biroz uzoqroq qarab turdim. U meni shunday bir kuchli, to'g'ri nazar bilan qarardiki, qalbim dafatan hayo va g'am bilan to'ladi. Shu kunning uning ketishini xohlamadim. Kunlar o'tib, mening qalbimdagi bu tuyg'ular sof muhabbatga aylandi deb o'ylardim. U ustozim bo'lsa ham men uchun u oddiy odam emas edi. Menga g'amxo'rlik qilgan, onam bilan hech qancha so'z aylashmay, faqat yaxshi niyatlar bilan maslahat bergan inson. U mening barcha tushlarimdagi obrazga aylangandi. Bir kuni unga buni his qildirdim. Unga yaxshi ko'rib qaradim, mehribon bir so'z aytdim. U jim bo'lib qoldi. Oxiri o'rnidan turdi-da, ketishimga shoshildi. "Men ertaga kelasizmi?" deb so'radim. U jimgina "Boshqa kelmayman, kechir" dedi. Shu so'zlar yuragimni yorib yubordi. Men nima qildim? Nima demoqchi bo'ldim? U meni noto'g'ri tushundimi yoki haqiqatan men noto'g'ri yo'l tutdimmi? Keyin men u kishi bilan maktabda to'qnashmadim. U darsda ham avvalgidek xursand bo'lib qaramas, so'zlarini qisqa qilardi. Men esa uni jimgina kuzatishda davom etardim. Qalbimda nafrat yo'q edi, faqat pushaymon, og'riq, tushunmovchilik bor edi. Yillar o'tdi. Men universitetga o'qidim. Onamni yo'qotdim. Bir kuni ko'chada uni ko'rib qoldim. Men qichqirmadim, yugurmadim, faqat yonlariga bordim. U meni tanidi. Hech nima demasdan mening ko'zlarimga tikildi. Men bo'lsa nihoyat tinch ovozda "Ustoz, o'sha payt uchun minnatdorman. O'sha kechalar menga faqat dars emas, hayot saboqlarini bergan ekansiz. Sizga xomxayollik qildim, kechiring." U o'zining odatiy ko'zlari bilan meni to'g'ri qaradi. "Men ham kechir qizim. Sen menga o'sha paytda og'riq qilgansan, lekin endi ko'rib turibmanki, sen saboq olgansan. Bu men uchun kifoya." Men boshimni egdim, chunki bu gap yurakka uriladigan haqiqat edi. Men u insonni yaxshi ko'rganman, lekin u inson menga o'rnak bo'lgan. Qalbimni chiroyli o'ylardan himoya qilishni, o'zimni qadrlashni o'rgatgan. Bugun ham men uni unutmadim. U ustozim emas, qalbimdagi nur, to'g'rilik, soflik, o'z yo'lidan qaytmaydigan ayollik g'ururimning timsoli bo'lib qoldi. Yillar o'tdi. Uni oxirgi marta ko'rganimga ancha bo'ldi. Uni ko'rgan kunimda yuragimda hozir ham aniq his etiladigan og'riq bilan zavq aralash hislar uyg'ongan edi. U ustoz balki men uchun faqat ustoz emas edi. U menga insoniy yuksaklikni o'rgatgan kishi edi. Men universitetni muvaffaqiyatli tugatdim. Tibbiyot sohasini tanladim. Onam og'ir kasal bo'lib yotganida ustozimning duosi, uning yordami bilan shifokor bo'lishga qasam ichgandim. Bu mening eng to'g'ri qarorlarimdan biri bo'ldi. Tibbiyotda odamlarga naf keltirish bu ham ustozlikning bir yo'lidek edi men uchun. Ishga joylashdim. Har kuni yuzlab bemorlar keladi. Har biriga yurakdan yondashaman. Qaysi bir kuni ish vaqtida bir qariya ayol bilan o'g'li shifoxonamga kirib keldi. U o'g'il meni ko'rib hayron bo'ldi. Men ham bu edi o'sha odam, mening ustozim. U boshni salig'di. Men esa u haqda har kuni duo qiladigan men hayajondan tilimdan so'z chiqara olmadim. Qo'limdagi daftarni yopib u yonadi. Uning onasi og'riqdan shikoyat qilardi. Men xuddi boshqa bir shifokor kabi og'irliksiz
kasbiy muloyimlik bilan ko'rik o'tkazdim. U esa menga jim qarardi. Ko'zlarida minnatdorlik, afsus, ehtimol, orqada qolgan tuyg'ular barchasi mujassam edi. Keyin u men bilan gaplashishni xohladi. Ishdan so'ng uchrashdik. U hayotidan so'zladi. Uylangan, lekin farzand ko'rmagan onasi bilan yashaydi. Hamma narsa oddiy, lekin undagi qattiqqo'llik bir oz yumshagan. Ko'zlari mo'min bo'lib qolgan. Men ko'p o'yladim, dedi u. Senga endi kelmagin deganimda qalbim yig'lagan, lekin seni asrash uchun shunday qildim. O'zimni emas, seni himoya qildim. Men unga shunchaki jim qaradim. Men seni yaxshi ko'rganman, dedi u asta, lekin sening qalbingga shunchaki ustoz sifatida kirganimdan anglab shukr qildim. Men ilk marta qalbimdagi haqiqiy tinchlikni so'z bilan aytdim. Men ham yaxshi ko'rganman, lekin siz tufayli o'zimni yo'qotmadim. O'sha kechalarda o'zimni yo'qotmaganim uchun, keyingi hayotimni o'sha g'urur bilan yashaganim uchun sizga minnatdorman. Biz jim bo'lib qoldik. Endi bu gaplarning ichida ko'p ma'no bor edi, lekin vaqti bilan o'tib bo'lgan. Unga aytdim, men turmush qurdim, erim ham ustoz. Men unga hurmat bilan qarashni sizdan o'rgandim. U kulimsiradi, u ham shunday degandek. Men esa hurmat sazovor bo'lishni sendan o'rgandim. Biz ko'chada xayrlashdik. Endi u mening o'tmishimdagi shaxs emas, u kelajagimga nur bag'ishlagan ustoz sifatida qalbimda yashaydi. Men bu hayotda ko'p narsani tushundim. Muhabbat faqat yonma-yon yurish emas ekan. Ba'zan bir insonni sof qalb bilan yaxshi ko'rish, undan yuz o'girish ham muhabbat ekan. O'zini or-nomusini saqlab qolish esa eng katta sevgiga loyiqlik belgisi ekan. Har kuni o'quvchilarimga shu haqida gapiraman. Ularni sof bo'lishga, fikrlarini emas, qalbini tozalashga chaqiraman. Chunki men ham bir paytlar adashganman, lekin ustozim tufayli qayta o'z yo'limni topganman.